Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Usta Olim Komilov hayoti haqida tanishamiz. Usta Olim Komilov 1875-yilning aniq sanasi berilmagan va shunday qilib Marg'ilonda kambag'al, ya'ni hukumatchi oilasida tug'ilgan. Otasining erta vafotidan Samarqandga ko'chib, tog'asining aravasozlik ustaxonasida qo'lida ishlagan. Bo'sh vaqtlarida musiqaga qiziqib, doira va tambur chalishni o'rgangan. Keyinchalik Marg'ilonga ishlari zo'r bo'lib qaytib, doira chalishni davom ettiradi va boshqa musiqachilarga ham o'rgatadi. 1920-yildan boshlab u musiqaga to'liq e'tibor qaratib, choyxonalarda va maktablarda musiqa darsi tashkil etadi. 1926-yildan Muhiddin qori Yoqubov boshchiligidagi etnografik truppaga qo'shiladi va 1929-yildan boshlab O'zbek musiqa va raqs truppasida faoliyat yuritadi. Usta Olim bilan birga hamkorlikda o'zbek raqslarini sahnalashtiradi va ularni ansambllari uchun moslashtiradi. Mehnat qahramoni 1900 o'zbek xalq artisti 1937-yilda, Mehnat qizil bayroq ordeni esa Usta Olim Komilov bilan 1935-yilda Tamaraxonim Londonda bo'lib o'tadigan xalqaro festivalda birga qatnashadi va Britaniya malikasiga Tamaraxonimning ijrosi juda ham yoqadi va ularga oltin medal bilan taqdirlanadi. Oltin medal berib taqdirlashadi. Shunday qilib, Usta Olim Komilov hayoti davomida o'quvchilariga bilim berishdan charchamagan va pedagog sifatida yaxshi faoliyat yuritgan. Usta Olim Komilov 1953-yil 3-aprel kuni Toshkentda vafot etgan.